Hurmatli ayollarimiz tomonidan ko'plab beriladigan savollardan bittasi homiladorlik vaqtida stomatologik muolajalarni qaysi turidan foydalanish mumkin va qaysi turidan foydalanish mumkin emasligi haqida bugun sizlarga to'liq ma'lumot berib o'taman. Homiladorlikda amalga oshirsa bo'ladigan stomatologik muolajalarni birinchisi tish toshlarini tozalatib, ularni oqartirishlari mumkin. Ikkinchisi tishlarni davolatib, plombalar qildirishlari mumkin. Uchinchisi maxsus ko'rsatmaga asosan tishlarni oldirishlari mumkin. To'rtinchisi esa yo'qotilgan tishlarning o'rnini sun'iy qoplamalar yordamida tiklatishlari mumkin. Homiladorlik vaqtida amalga oshirib bo'lmaydigan stomatologik muolajalarni birinchisi qiyshaygan tishlarni to'g'rilash uchun maxsus bracketlar hamda ortodontik apparatlardan foydalanish mumkin emas. Ikkinchisi, yo'qotilgan tishlarning o'rnini tish implantlari yordamida qayta tiklash muolajalarini amalga oshirish mumkin emas. Hurmatli bo'lajak onalar, sizlarga berilgan tavsiyam homiladorlikni reja qilishdan oldin barcha tishlaringizni davolatib oling.